Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun reumatoidniy poliartrit kasalligimiz bilan tuzilayotgan bemorimizdan qisqacha intervyu olamiz. Bu bemorimiz Sultonov Erlanjon, 2007-yilda tug'ilganlar. 3 yildan beri reumatoidniy poliartrit va 10 son toz bo'g'imida koksartroz, assidlik nekroz bilan kasallangan edilar. Bular menga bugun 5-ko'rigimiz. Birinchi ko'rigimiz 2025-yil 4-iyunda bo'lgan. Bunda bo'ksada qattiq og'riqlar bo'lgan, kechalari uxlolmay chiqqan, to'xtovsiz nesteroidli protivospolitli dorilar ichgan, Valnol ichgan, boshqalar ichib, revmatologlarga qatnagan, doktorlarga qatnagan va o'sha og'riqlar ketmagan. Bularda revmatologlar hammasi musbat. Bundan tashqari 10 son bo'g'imini bog'chasida assidlik nekroz holati bo'lib, bu o'sha suyak zishligini o'zgarishi, qon aylanishi buzilishi bilan MRTda tasdiqlangan. Mana shu holat kuchayib ketib, davo choralari yordam bermagan holatda kelgan edi. O'shanda shikoyatlar mana 1 yildan beri o'ng bo'ksada og'riq, oxirgi paytlarda bel dumg'oza qo'shildi. O'ng tizza sohasida og'riq, o'ng qo'l mushaklarida og'riq degan mana o'sha ko'riklarimizdan o'qib beraman. MRTda 10 son bog'chasi va toz rentgen assidlik nekrozi 3-darajali. Mana bu bemorimizga biz suyakli ichidagi tiqilmalarni, sodoviy tiqilmalarni ochishga fitaxil dorimizni, zanjabil murabbosi, jenshen, atratep kremi, asalli momiyo, nurusafo, keyin munazzih tozalovlarini qilib, o'sha hijriy kalendarga oyni ta'siriga mos holatda zuluk qo'yib qon olishlarini bajardik. Toz sohasiga, son sohasiga zuluk qo'ydik va boldir sohasidan qon oldik. To'g'rimi, Erlanjon? Shu narsalarni o'tkazganimizdan keyin bu kishida shu assidlik nekroz holati to'xtadi, og'riqlar yo'qoldi. Bu ikkita ko'rik natijasida bo'ldi. Birinchi ko'rik demak 1-iyunda bo'lgan, 4-iyun 2025-yilda bo'lgan bo'lsa, ikkinchi ko'rigimiz 11-avgustda bo'lgan. Bunda ham fitaxil, fiaril, aspetil shunga o'xshash nimalar qilingan. Va o'sha assidlik nekroz holati yo'qoldi, og'riqlar yo'qoldi va o'sha bo'g'imni o'zini ankiloz holati, ya'ni o'sha harakatchanligini cheklanishi qoldi. Endi bularda bundan tashqari reumatoidniy poliartrit kasalligi ham bor edi, chunki boshqa bo'g'imlarda shish, revma probalarning musbatligi holatida edi. Reumatoidniy poliartrit mendan tashqari boshqa vrachlar tomonidan ham qo'yilgan edi. Bularda reumatoidniy poliartrit kasalligi ham qayd qilingan edi. Oyoqda, tizzada, keyin qo'l barmoq bo'g'imlarida, tirsakda ham bor edi. Bo'g'imlarda shish bor edi va yallig'lanish bor edi. Biz bunga ham savdo bilan balg'am haydab chiqaradigan qilib, keyin mizojlarini issiq tomonga o'zgartiradigan qilib davolash muolajalarini qildik. Mana ancha yaxshi bo'lib, o'sha sport, jismoniy nagruzkalarni ko'paytirib, ularning vaznlarida ham o'zgarish bo'ldi. 39 kilogramdan hozir mana 45 kiloga yaqinlashdi. Dekabr oyida 3-ko'rik, 4-ko'rik 2025-yil 6-dekabrda bo'lgan. Bunda mana shu sovuqning ta'sirida yana ozgina qo'zib qolish kuzatilgan. Va bularga yana bir marta o'sha vitamin D, asalari suti, fitaxil, reabilitatsiya, kuchli badan tarbiya, chakanda moyi, mana shunga o'xshagan yana qizdiruvchi nimalar, immun tip muolajalar qilingan va o'sha paytda bularning revma probalari 3 plus holatda seroaktivniy oqsil 3+, aslo 350 va boshqa revma probalar ham musbat holatda edi. Mana hozir o'shalar kamaygan ancha. Hozir reumatoidniy poliartrit jarayoni latent holatga kechib turibdi. Bir kurs lecheniyamizda biz assidlik nekrozni to'xtatib oldik. Endi reumatoidniy poliartritni bir to'xtatuvdik. Mana endi ikkinchi marta hozir yana ozgina qo'zidi. Mana endi ikkinchi marta xudo xolasa окончательный mizojlarini to'g'rilab tuzatishga harakat qilamiz. Mana hozir Erlanjon o'zini ko'rsataman sizlarga.
Erlanjon yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Shu bizga bir men endi to'liq aytib bera olmagan bo'lishim mumkin. Bir boshidan qisqacha aytib bersangiz, chunki revmatoid poliartrit kasalini tuzalmaydi deb qarashyapti, tuzalishga qiynalib, og'rib, xafa bo'lib yurgan odamlar juda ko'pchilik tashkil qiladi-da. Shularga bir aytib bersangiz, foyda anosida, foyda bo'lishi uchun. Shulardan bir davo topib ketsa yaxshi bo'lardi. Nima deb o'ylaysiz? Oxirgi 3 yilda shu revmatoid artrit tashxisi bilan bizlar juda ko'p doktorlarga bordik. Lecheniya qiladi, lecheniya paytida ozgina yaxshilanadi, keyinchalik yana kuchayib, og'riq oldingidan ham kuchayib ketadi. Harakatlanish juda cheklanib qoldi. Keyin shu yozda sizga kelgandan keyin asta-sekin lecheniya olgandan keyin og'riqlar pasayib, harakatga kelib boshladi. Hozirgi paytda ancha yaxshi bo'lib qoldi. Bemalol mashqlar qilib, harakatlanish ancha yaxshi. Doimidan yaxshilanib kelyapti asta-asta. Og'riqlar qanday bo'ladi? Mana ko'ksa atrof, astik nekroz haqida ham ozgina aytib keting. Shu umuman qo'ymasdi, tuni bilan ham uxlashga ham bo'lmasdi. Tinimsiz og'riq qoldiruvchi dori ukolab turardim. Hozirchi? Hozir uxlayapsizmi kechqurun? Kechqurunlari bemalol uxlashga bo'ladi. Bular mana sport mashqlarini ham aktivni qiladi. Velosipedda ishga harakat qiladi. Faqat o'sha mana 10 son bo'g'imida ozgina harakat cheklanish qolgan. Mana shu bo'g'im ankiloz bo'lib qolganda ozgina. Mana shuni xudo xolasa uni ham hal qilamiz. Lekin jarayon to'xtagan, jarayon. Suyakni ichida o'sha asitlik nekroz holati qon aylanishi tiklanib ketib, yaxshilanib, o'sha og'riqlar qolib ketgan. Hozirgi bo'lib turgan narsa u birinchi kasal tuzalib ketdi, undan faqat asorat qoldi ankiloz ko'rinishida. Revmatoid poliartritdan hozir bo'g'inlarda yengil og'riq, lekin mana shishlari yo'q. Oldin mana shu shishlar bor edi. Mana bo'g'inlarda hammasida bor edi, oyoqlarda ham shishlar o'tib ketdi, lekin hozir ozgina zirqillash va sovuqqa sezgirlik paydo bo'lgan. Bularni xudo xolasa mana etap-etap yo'qotamiz nasib bo'lsa. Xudo xolasa biz natijalarni yana aytib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.